Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Men sizlarga o'sha yaxshi navda bir to'p qo'ydim. O'sha ayniqsa Andijonda Axtach tumaniga mos tushadigan lider navimiz. O'sha hosildorligi bilan va hali issiqqa chidamli hosildorligi bilan ajralib turuvchi bodring o'lchami 9-10 sm bo'luvchi juda qattiq, o'ta qattiq navlardan biri. Fasl tanlamas, yer hudud tanlamas navlarimizdan biri bu lider. Mahmud akamizga shu urug'dan sinovga bergan edik va mana xudo xolasa hosillarga kirib, hosillarni ko'rsatibdi. Mahmud aka, assalomu alaykum. Dehqonchilarga Alloh barakasini bersin. Juda chiroyli, yaxshi bo'libdi. Nima deysiz shu urug'larimizni bir o'zingiz bir dehqonlarimizga tanishtiring. Mana shu nav menga juda mos keldi, ma'qul keldi. Bu juda chiroyli, serhosil nav ekan. Men ham dastlab birinchi olganimda yangilik edi men uchun. Birinchi marta ekishim edi. Ekib ko'rdim, hosildorligiga gap yo'q. Hosildorligi zo'r. Zo'r. Bu navimiz o'sha hudud tanlamas, yer tanlamas, bodringning hajmi, hosili juda kalta, bir 9-10 sm atrofida bo'ladi. Bodringni o'ta qattiq, uzib qo'ysadan bir kun, ikki kunga chiduvchi navlarimizdan biri. O'sha Andijon tomonlarga, Asaka, Axtach tumanlariga juda mos tushuvchi navlarimizdan biri. Bunimiz o'sha dekabr, yanvar oyida ham eksangiz bo'laveradi. Issiqxonalarga va bahorgi, yozgi, kuzgi mavsumlarga ham bemalol eksangiz bo'laveradigan navlarimizdan biri. Mahmud aka, necha kundan beri uzyapsiz? Necha marta uzdingiz? Buni bodringni uzishni boshlaganimizga bir 7-8 uzum uzdik. Xudo xolasa, dastlab uzishni boshlaganimizdan shag'iga yaxshi. Hosildorligi ham yaxshi, bodringni chiroyligi, sifati ham juda a'lo. Endi bir qator mana naychalarni endi bugun uzgan ekansiz, mayli uzgan bo'lsangiz ham bir qator naychalarni, naycha chiqarishlarini bir qator ko'rsatib ko'raylik dehqonlarimizga. Mana hurmatli dehqonlar, mana shu bodringimizning eng uzuni, mana shuni rozi bo'lasiz, uzib qo'ydim mana. Mana shu eng uzuni. O'ta qattiq, o'sha uzib qo'ysadan bir kun, ikki kunga bemalol chidab turuvchi navlarimizdan biri. O'sha Andijon tumani, Andijon shahar, Asaka tumanlariga, Axtach tumanlariga tushadigan navlarimizdan biri bu lider. Hurmatli dehqonlar, agar shu urug'larimizdan sizlarga kerak bo'lsa, bemalol o'sha ekranga telefon raqamimizni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasiz. Bitingiz orqali butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Ekinglar, yaxshi daromad o'ylar, bu eng yaxshi navlarimizdan biri hisoblanadi. Biz bu bil yangi kelgan edi, ayrim bir dehqonlarga berib sinovga bergan edik. Mana o'zi hosillarni ko'rsatib, juda zo'r bo'libdi. Rahmat dehqon akamizga ham. Ko'z tegmasin dehqonchilariga. Mana shunday hajmda bo'ladi. 9-10 shu santimetr atrofida uzunligi va o'ta qattiq, o'sha o'ta qattiq va hosildorligi yuqori bo'lgan navlarimizdan biri. Mahmud aka, katta rahmat sizga ham. Shu roz aytganimizga mayli kelib bir video qilib ketaverlar. Haqiqatda bergan urug'lar yaxshi ekan degancha biz mana keldik. Dehqonchilarga Xudo barakasini bersin. Yaxshi bo'libdi, zo'r bo'libdi. Uncha kasallik tushirmayapsiz. Rahmat aka, sizga ham. Hurmatli dehqonlar, bugungi qisqacha videomiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta, mana shu navlarimizga qiziqing. O'sha siz xohlagan navlarimizdan biri bu. Sog' bo'lasizlar.